Bo'ldi, rahmat. Xotin 50 ming puling yo'q, 250 ming bo'lgan ekan. Yonimda 200 mingim bor ekanda, bo'lsa berib tur. Bor, pulim berib turaman. Faqat qarzga. Men 200 ming beraman, sen 50 mingning yana qarz bo'lamanmi? Bu matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-ku. Adasi, bozorga tushmoqchi edim, 500 ming pul bering. Mana bu yerda yurkilinga ham bor, u hammasini. Rahmat adasi. Lekin 50 ming qarzingiz hali ham turibdi. Adasi, pulingiz bormi? Pulim bor. Nimaga kerak, necha pul kerak? Shu desangiz, ukam mashina olgan ekan. Ozgina pul yetmayapti deyapti. 50 ming qarzingizni ham bersangiz, qo'shib beraverardim. Mashina olarmidi deyman-da. 50 ming bilan bor, umrim bering. Shu ukangni ham mashinasiga qo'shgan shu 50 mingni. Voy adasi, tavba qildim. Shuncha qarzingiz bo'lib turib, qanaqa to'ng'iz o'tdi? Men 100 mingni olganda shunchasi bilan bo'ldi, endi sendan qarzim yo'q. Bu pulga men ertalab saryo, kofe, qaymoq olib kelganman. Lekin bilib oling, qarzingiz hali ham shunda turibdi. Yo'q, o'zi xotinning pulini olganman, ahmoqman.